Bu xatoni kechirmaydigan sanoat. Gennadiy Golovkin ancha oldin mamlakatimizni mashhur qilgandi. Professional sportda hanuzgacha global muammolar mavjud. Bizning federatsiya sportchilar salomatligi saqlanishiga, ularning huquqiy himoyasiga javob beradi. Amerika promouterlik kompaniyalarida sportchilar uchun sharoitlar og'ir. Qozog'istondagi promouterlik kompaniyalarda unday emasmi? Bugundan Turksoy yoshlar sportini rivojlantirishda yangi yo'nalish ochadi. Развитие молодежного спорта. Professional boksda homiylik ishlari qanday? Borish va o'yin qoidalarini o'zgartirish kerak. Rahimjon Yerdenbekov, Qozog'iston Professional boks federatsiyasi prezidenti, shuningdek Turkiy dunyoning yosh bokschilarini birlashtiruvchi o'ziga xos WBC amatyur Turksoy turnirini tashkil etish g'oyasi muallifi. Тюркского мира. Rahimjon, salom. Salom Ulyana. Qozog'iston Professional boks federatsiyasi prezidenti bo'lishdan tashqari Turksoy bosh kotibi maslahatchisi ekanligingizni ham aytib o'taylik. Turksoyda shunday va bunga ham boks sababchi. Bu qanday bo'lgan, aytib bersangiz. Bilasizmi, juda qiziq bo'lgandi. Интересная история. Katta o'g'lim sabab bo'lib boshlangan. Сына. Я тогда задумался. O'sha paytda bolalar, yoshlarni sport orqali birlashtirishni o'ylagandim. Детишек, чтобы Toki ular o'zaro muloqotga kirishsin. Qozoq, qirg'iz, Ozarbayjon, o'zbek xalqlarining aslida tili birligini, bitta umumiy tarixi borligini, qachonlardir birgalikda o'zaro aralashib yashaganini bilsin. одна большая история наших народов, да, кого не касались, да, мы где-то когда-то взаимодействовали всегда. Buni qanday qilishim mumkinligini o'ylay boshladim. Menga Turksoy degan tashkilot borligini, Turkiy davlatlarni birlashtirishini aytishdi. Что она объединяет тюркские страны. Balki shu tashkilot bilan birgalikda turnir uyushtirsa bo'lar. Men yaxshi, o'ylab ko'raylik dedim. Я говорю, хорошо, давай, я говорю, подумаю. Потом я начал. So'ng mamlakatlarni aylanib chiqa boshladim. O'zbekistondan boshladim. U yerga borib, O'zbekiston professional boks prezidenti bilan uchrashdim. Turksoydagi g'oya, turnir haqida gapirib berdim. Про турнир. Я говорю, давай. Keling, biror narsa qilib ko'raylik dedim. Ular Rahimjon, biz rozimiz, tayyormiz deyishdi. Мы на старте. Qirg'izistonga yo'l oldim. Ular ham qo'llab-quvvatladi. Поддержкой. Кстати, Darvoqe, hozirda Turksoyga Qirg'iziston raislik qilyapti. это мною уважаемый. Hurmatli Sultan Akimovich Rayev, bosh kotib. Qirg'iz tomoni Sultan Akimovich bilan o'rtada ko'prik bo'lishni taklif qildi. Налаживание мостов. Telefon orqali ozarbayjonlik hamkasblar bilan gaplashdik. Turkmaniston, Turkiya bilan. Xullas barchasi shuni kutgan ekan. То есть они все ждали этого момента. Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilishdi. Uchrashishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Men yana hammaga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Antaliyada uchrashadigan bo'ldik. Sultan Akimovich keldi. Darrov qani, muzokara zaliga dedi. O'ylayapman, vaqt soati keldi. Gapni shunday boshlashim kerakki, narigi tomon e'tiroz bildirmasin. Чтобы не дать заговорить встречающей стороне. И все, я начал рассказывать идею создания турнира. Shu tariqa WBC amatyur Qozog'iston turniri bazasida bellashuv tashkil etish g'oyasini tushuntira boshladim. Turksoy shafeligi ostida WBC sportchilarini birlashtirishni istashimizni aytdim. Turkiy davlatlar professional boks federatsiyasi. Помимо того, чтобы они U yerda bolalar musobaqalashishdan tashqari o'zaro muloqotda bo'lsin, networking yuzaga kelsin. ближе этих народов. Bu xalqlar o'zaro qanchalik yaqinligini yoshlar tushunsin. Men 40 daqiqacha gapirdim. Ular nimadir demoqchi edi. Stol tagidan belbog' chiqardim. Mana bu belboqqa qaranglar dedim. Ular tomosha qila boshlashdi. Men o'z g'oyamni yetkazib berganday edim. Sultan Akimovich u yoq bu yoqqa qarab olib, hammasi tushunarli dedi. Savollar yo'q. Kimdadir savol bormi dedi. Chunki o'sha yerda barcha davlat vakillari bor edi. Men savol yo'q ekan dedim. U stoldan turar ekan quyidagi gapni aytdi. Bugundan boshlab Turksoy yoshlar sportini rivojlantirishda yangi yo'nalish ochadi. Faqat boks emas. Ha, qoyil, umuman sportni. 2024-yil oktyabrida birinchi tarixiy turnir Turkiy dunyo poytaxtida, Turkiston shahrida bo'lib o'tdi. Qanday o'tdi? Tashqaridan qaraganda hammasi zo'r. Tashkilotchi sifatida siz qanday baholaysiz? Bilasizmi, baribir homiylik muammosi bilan to'qnashdik. Sponsorство
10 kun oldin jo'nash, hisob-kitob qilib to'lash, bo'nak berish kerak bo'lgan paytda homiy yoniga borib pul ajratish kerak dedim. Спонсору говорю, вот. Men hozir Turkistonga jo'nayman. Ijara uchun, yorug'lik, ovoz va yana boshqalar uchun to'lov qilish lozim dedim. За свет, звук. U aytdiki, Rahimjon, kechirasan, seni ogohlantirishni unutibman. Toshqin bo'ldi, bilasan, hozir pul yo'q. Va turnirga 10 kun qolganida shunday. Yaxshi, tushundim dedim. Я понял, говорю. Rahmet. Rahmat aytib, boshim shishgan holda chiqib ketdim. Nima qilish kerak? O'sha paytda yonimda Jambil viloyati filiali rahbari Asqar Dastan bor edi. Rukovodителем филиала Jambulskого. Unga homiylar bilan bog'liq vaziyatni tushuntirdim. U nima bo'lmasin qilishimiz kerak dedi. Ситуация со спонсором, он мне говорит. Mana, mashinam, ketdik, garovga qo'yamiz deb aytdi. Давай ее заложим. Qarangga, o'zing nima qilasan keyin deb so'radim. Дальше выберемся, говорит. Keyin bir gap bo'lar dedi u. Bu bizning imijimiz uchun muhim. Qanday bo'lmasin qilishimiz shart. Что-то делать. Xullas jo'nadik. Borib uning mashinasini garovga qo'ydik, pul oldik va Turkistonga ketdik. То есть, какие Yana qanchadir mablag'ni o'z yonimdan berdim. добавил. Boshqa filiallar direktorlari ham bu ishga bosh qo'shdi. Agar birinchi turnirni tashkil etish shunchalik qiyin kechgan bo'lsa, bu ishning kelajagi qanday bo'ladi? Насколько он может быть регулярным? U muntazam davom eta oladimi? Uzoq muddatli tadbir bo'la oladimi? Muntazam bo'ladi. Потому что Chunki joriy yilda o'zbek tomoni mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. в этом году в октябре месяце Shu yilning oktyabrida tarixiy shahar Samarqandda bo'lib o'tadi. 3 ta shahar ko'rib chiqilgandi: Xiva, Qo'qon va Samarqand. Kokand и Самарканд. Sanasi ma'lummi? Sana belgilangan 15-oktyabr. Rahimjon, birinchi professional boks klubi Qozog'istonda hali 1989-yildayoq tashkil etilgan. В 1989 году федерация Professional boks federatsiyasi 1992-yilda tuzilgan. Hozir esa 2025-yil. Siz o'z intervyularingizda federatsiya prezidenti sifatida aytasizki, ayni paytda bizda professional boks sanoati endigina shakllanmoqda. Nega bunday bo'lgani balki endi unchalik muhim emasdir. Nima yuz berdiki, u nihoyat sanoat o'laroq shakllana boshladi. Ну, знаете, Bilasizmi, to'g'ri ta'kidladingiz. что первый профессионал Birinchi professional klub 1989-yilda Serik Qo'naqbayev, такими мастерами кожаной перчатки, как Серик Керимбек Шконакбаев, Viktor Leonidovich Demyanenko kabi charm qo'lqop ustalari tomonidan tuzilgan. В этом клубе Hatto shunday voqeani aytib berishim mumkin. Boks bo'yicha taniqli dunyo chempioni Konstantin Dzu mazkur klub a'zosi bo'lgan. он тоже U shu professional klub uchun boks tushganlarning birinchilaridan. Да, Ha, aytish mumkinki, professional karyerasini aynan shu klubda, Qozog'istonda boshlagan. да. 1992-yilda ko'ngillilar, boks shinavandalari to'planib, Semipalatinskda dastlabki ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tgan. Палатинске было первое учредительное собрание, где решили, что Professional boks federatsiyani tuzish kerak degan qarorga kelingan. и первым ее Uning ilk prezidenti Serik Qo'naqbayev bo'lgan. Hozirgi paytda u federatsiyamizning faxriy prezidenti sanaladi. развитие индустрии Professional boks sanoati rivojlanishiga buyuk Gennadiy Golovkin katta qiziqish uyg'otdi. Aytish mumkinki, sportning ushbu sohasiga va sanoatga katta qiziqish aynan undan boshlangan. и в индустрии в целом. Ammo Gennadiy Golovkin mamlakatimizni ancha oldin tanitib bo'lgan. давно, Professional sportda esa hanuzga qadar global muammolar mavjud. Ular tez hal bo'lmaydi. решаются не очень быстро. Bilasizmi, men ko'p aytganman. Что на заре Mamlakatimiz mustaqillikka endi erishgan paytlarda olimpiada boksiga e'tibor qaratilgandi. олимпийскому боксу. Yoki biz aytganimizdek havaskorlik boksiga. Ha, odatda atalgani kabi havaskorlik boksi. Shu bois professional boks federatsiyasi o'z muhitida, tor doirada ravnaq topgan. В узком круге. Keling, baribir izoh beraylik. Negaki Gennadiy Golovkinni mamlakatimizning har bir fuqarosi yaxshi bilsa ajabmas. Professional boks havaskorlik boksidan qanday farq qiladi? Вряд ли те, кто не Bu sohaga chuqur qiziqmaganlar shunday desa kerak. скажет.
Nimasi boshqacha? Chunki bunday qaralsa, unisi ham bunisi ham boks. Nima uchun professional boksga alohida yondashuv kerak? Нам нужен какой-то особый подход. Xususan bokschilarni tayyorlashga ham. Bu faqat tashkilot masalasi emas, balki bevosita sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga ham bog'liq. Самих спортсменов. Keling, tushunarli bo'lishi uchun yugurishni misol qilib olamiz. Sprinterlik yugurishi bor, Есть спринтерский бег, marafon yugurish bor. Bu ikkisi ikki xil. Бега это Это всем два раза понятно. бега. Конечно. Bu hammaga tushunarli. Havaskorlik boksi sprinterlik yugurishiga, professional boks esa marafonga o'xshaydi. это марафон. И тот, Kim marafonda yaxshi chopsa, sprintda ham yaxshi chopadi degani emas. По-любому. Shunday, chunki hatto raundlar miqdorida ham farq mavjud. По количеству раундов. Havaskorlikda doimo 3 daqiqalik 3 ta raund bo'lsa, professional boksda 3 daqiqadan iborat 4 tadan 12 tagacha raund bo'ladi. От 4 до 12 раундов по 3 минуты. Вот это Bu всё sizdagi зависит от tajribaga, твоего опыта, stajingizga, qaysi reytingda ekanligingizga bog'liq bo'ladi. где ты находишься. Вот если ты Agarda professional boksga endigina kelgan bo'lsangiz, debyutingiz 4 raunddan iborat. Keyinchalik mahoratingizga bog'liq. Siz shu zinapoyadan chiqib boraverasiz. Raundlar qo'shilib boradi. Doim 2 raund qo'shiladi. Qozog'istonda professional boks uchun sportchilar qayerdan olinadi? спортсменов для себя. Mamlakatimizda havaskorlik boksida raqobat kattaligini hisobga olsak, bir vazn toifasida o'nlab sportchilar bo'lishi mumkin. Могут быть, значит... Professional boksda ular unchalik ko'p emasmi? Много. Aslida biz federatsiya sifatida havaskor boks federatsiyasidan biroz farq qilamiz. от Федерации любительского бокса. Havaskor boks federatsiyasi sportchilarni to'playdi, moliyalashtiradi. Unda sport maktablari, zallar bor. Biz esa federatsiya o'laroq hech kim bilan mashg'ulot o'tkazmaymiz. Федерация. Мы никого не тренируем. Bokschilarni a'zo qilmaymiz. Да? Наша федерация отвечает Bizning federatsiya sportchilar salomatligini saqlash, физическую защищенность спортсмена. huquqiy himoyasi uchun, promotion institutini rivojlantirish uchun javobgar. Nega promotion? Chunki unga professional bokschilar a'zo bo'ladi. Подписываются боксеры профессиональные, которые Agar sanoat haqida biznes va soha sifatida so'z yuritsak, unga moliya kelishi kerak. Hammasi joyida bo'lishi uchun promouterlar kerak bo'ladi. Ha, chunki agar o'zimiz bokschilarni a'zo qilishni boshlasak, boks matchlarini o'tkaza boshlasak, u holda darrov o'zimiz a'zo bo'lgan 4 ta xalqaro boks tashkilotining sanksiyalariga uchraymiz. коими членами мы являемся. Мы даем разрешение на бой. Biz federatsiyamizdan litsenziya olgan bokschilar jangiga ruxsat bera olamiz. Тот боксер, который Ya'ni o'sha bokschi yo o'z salohiyatini havaskorlik boksida orttiradi, yo bo'lmasa unda katta raqobat muhiti borligini ko'rib, professional ringga o'tishga qaror qilgan. U federatsiyamizga keladi, ariza to'ldiradi, so'ng sinchiklab tibbiy komissiyadan o'tkaziladi. Ya'ni umurtqa rentgenidan stomatolog xulosasiga qadar olishi kerak bo'ladi. То есть мы даем ему благ, чтобы он вплоть Havaskorlikdan professional boksga o'tishda siz ongli ravishda tanlov qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu professional boksda xatolarni kechirmaydigan sanoat. в профессионалах ты должен сделать выбор. Agar havaskorlikda sizga bitta murabbiy yetarli bo'lsa, bu yerda butun bir jamoa ishlaydi. Профессиональный бокс. И если ты в любителе, тебе достаточно одного тренера, то Sizning o'z menejeringiz, matchmakeringiz, promouteringiz bo'lishi lozim. у тебя должен быть матчмейкер, у тебя должен быть промоутер, да? Ular o'z ishi bilan shug'ullanadi, anonslarni ko'radi. Biror boks oqshomi tashkil etilayotgan bo'lsa, federatsiyaga qo'ng'iroq qilishni boshlaydi. Iltimos, meni unga kirita olasizmi? Shu boks oqshomida qatnashsam degandim. Сам O'ziga o'zi prodyuser. Продюсер, да. Ular uchun bu ishlarni tashkil etadiganlar bor. Sportchi hech narsaga bosh qotirmaydi. Promotionga yoziladi. Nafaqat Qozog'iston, balki xorijlik promouterlar ham keladi. Bokschilarimizni o'zlariga olishga urinadi. Chunki Qozog'iston boks maktabi butun dunyoga tanilishi uchun. Казахстанская школа бокса она прославлена на весь мир. Поэтому они знают зарубежные промоутеры. Negaki chet ellik promouter, menejerlar bu yerda iqtidorlar borligini biladi. Shuning uchun kelib shundaylarni izlaydi. И ищет их. Bizning yoshlarimizni xorijlik promouterlar shu tariqa olib ketishlaridan siz manfaatdormisiz? Bilasizmi, iqtidorlarimiz ayni shu yerda, ona yurtida unib o'sishlarini, o'zlari pul topishlarini, o'z iste'dodi orqali qandaydir chet ellik amakilarni boy qilmasligini juda istardik. Не чтоб обогател какой-то зарубежный дядя за счет их таланта. Потому что я знаю, что
Chunki bilaman, Amerika promotionida sportchilar uchun sharoitlar og'ir. Ularga xuddi ishchi otga qaraganday qaraladi. Bor suvini siqib ichishga urinadilar. Максимум бежит с них. Qozog'istondagi promouterlik kompaniyalari bunday qilmaydimi? Bilasizmi, bizda oyog'ida mahkam turgan promouterlik kompaniyalari ko'p emas. Устойчивый на двух ногах, да. Federatsiya sifatida bokschi bitta jangni tugatganidan so'ng 3 oy dam olishini kuzatib boramiz. Боксер по истечению там. Amerikada bo'lsa, u bir paytda 3-4 marta jangga tushishi mumkin. Вот, а там в Америке он же может в месяц 3-4 раза подраться. Ularni quvib ishlatishadi. Chunki sportchiga sarflangan pul qaytib kelishi kerak. Вот, а здесь мы строго следим. Bu yerda esa kurashchi sog'ligiga e'tibor beriladi. На бой мы выдаем на Chunki jangga ruxsatni biz beramiz. Boks kechasi o'tkazishni ham biz sanksiyalaymiz. Boks kechasi ishtirokchilarining ro'yxatini keltirishganida qaraymiz. O'tgan oyda ham qatnashgan ekansan. Yo'q, dam olishing kerak deymiz. Nokautdan keyin u kamida yarim yil dam olishi, tiklanishi kerak. минимум полгода должен отходить и восстанавливаться. Sanoatda siz hozirda o'z oldingizga qanday istiqbollarni qo'ygansiz? Вы сейчас перед собой ставите, вот не так давно вы... Anchadan beri federatsiyaga rahbarsiz. Что? O'zingiz uchun birinchi o'rindagi vazifa nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda bu sportchilar. Это прав спортсменов и тренеров. Murabbiylar huquqlarini himoya qilish Еще раз хотел va yana dasturingiz orqali qonun ijodkorlariga murojaat etishni istardim. законотворцам, да, чтобы, может, еще раз, может, какие-то подзаконными актами примут, да, хотя бы просто... Oddiy professional sportchi uchun boks haqida aytmay qo'ya qolay. Kasbiy toifalar belgilansa, Писали категорию профессий. Вот, что murabbiylarni ko'proq huquqiy himoya qilish imkonini beradigan, тренерам. ular maqomini ko'taradigan qonun hujjatlari qabul qilinsa, yaxshi bo'lardi. Хотелось бы, чтобы у нас пошло... Bizda sport tibbiyoti, farmakologiyasi rivojlanishini istardim. Это... Uchinchisi sanoatni ravnaq toptirish. Negaki yarim yerto'laga o'xshash joylarda boks qoplarini tikadigan yoshlar bor. Да, есть такие ребята. Вот я... Hatto misol sifatida ayta olamanki, bizning federatsiyamiz ayni shunday ustalarga, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ko'p buyurtma qiladi. отечественных производителей. Va ular xitoyliklar, pokistonliklardan yomon tikmaydi. Narxi-chi? Narxi ham Xitoynikidan anchagina arzon. Чем Китай, Biz professional federatsiya sifatida bu ish bilan shug'ullanadiganlarni sertifikatlay olamiz. мы могли бы их, 4 ta xalqaro boks tashkiloti litsenziyasini bera olamiz. Ular jahonga chiqa olardi. Да? Ну, Ya'ni bu tashkilotlarning a'zosi o'laroq Qozog'istondagi jihozlar ishlab chiqaradigan shunday kompaniyaga sertifikat bera olasiz. So'ng ular o'z mahsulotini dunyoning eng yaxshi sportchilariga yetkazib bera oladimi? Их лучшим спортсменам мира. Albatta. Endi esa keling, sanoatdagi pul borasida so'z yuritamiz. Логично, Mantiqan olsak, hammasi o'z o'rnida ishlashi uchun juda katta mablag' kerak. Bu bir maromdagi pul bo'lishi shart. средства. Professional boksda homiylar bilan ahvol qanday? Chunki xorijiy federatsiyalarga e'tibor bersak, hamisha qandaydir yirik korporatsiyalar professional sportni rivojlantirish ishida qatnashadi. Участвуют в развитии профессионального Bu спорта. sohani moliyalashtirish hech qanaqasiga davlatga taalluqli emas. Не касается финансирования этой сферы. Насколько в Казахстане Qozog'istonda ham bu narsani amalga oshirsa bo'ladimi? реализовано? Xo'sh, professional boksda homiylik eng asosiy muammolardan bittasi. основных проблем. Chunki bizda homiylik instituti ravnaq topmagan. Спонсорство не развит. Вот, это... Bunda homiylar, asosan qandaydir tanishlar, mening, qaysidir promouterning, qaysidir bokschining tanishlari bo'ladi. Знакомые там мои, там знакомые какого-то промоутера, какого-то боксера, да, вот, потому что Chunki bu qonunchilik hujjatlarida ma'qullanmaydi. это не поощряется. Те компании, которые хотели бы влиться, Professional sportga yordam berishni, pul tikishni istaydigan kompaniyalar soliq borasida o'zini bo'sh qo'ya olmaydi. налоговых, да, там Demak, sizningcha sportni qo'llab-quvvatlagani uchun ularga qandaydir imtiyozlar berilishi kerak. Albatta ha, biz homiylarga ayni paytda nima bera olamiz? Faqat ringda logotip qo'yamiz. Bo'ldimi? только логотип на ринге, что ли? Да, Ha, bu logotipni nechta ham odam ko'rardi.
Bu ham o'ylashimcha homiy uchun nohaqlik. Soliq kodeksida 288-modda bo'lsa kerak. Xotiram pand bermasa. KDSni korporativ daromad solig'ini to'lovchi o'zining sof daromadidan 20% g'aznaga to'laydi. Подоходного налога. Lekin o'sha modda unga ish beradi. Ya'ni agar u yer qaridan foydalanuvchi hisoblanmasa, daromad solig'ining 3% homiylik yoki notijorat xayriya tashkiloti o'laroq ajratishi mumkin. До 3% от своего КПН может выделить в качестве спонсорства или благодарности. Mabodo yer qaridan foydalanuvchi sanalsa, u holda 4%ni. А если ты не Men ko'pgina yirik tashkilotlarda bo'lganimda sezdimki, ko'pchilik bu modda qanday ishlashini bilmaydi. Uning borligini ham. Как она работает? То есть она Ya'ni aslida u bor, biroq ishlamaydi. Ha, ammo ular moliyaviy direktorni, u esa hisobchini chaqiradi. Shunday modda bor ekan deydi. Mayli, biz ko'rib chiqamiz deyshadi. Keyin esa biz bu qanday ishlashini tushunmaymiz deb aytadi. работает. Мгм. Вроде они говорят, Ular buni qilsa bo'ladi deydi, lekin keyin o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlay boshlaydi. Yo'q, qila olmas ekanmiz deydi. Go'yo buni istaydi-yu, lekin bo'lmas ekan. Xohish bor-u vosita yo'qmi? Ha, vositalar yo'q. нет инструментов. Rahimjon, siz o'z nomzodingizni qay tariqa federatsiya prezidentligiga ilgari surgansiz? Bu anchagina mas'uliyatli lavozim. Ko'rib turibmiz, ko'plab muammolarni yechishga to'g'ri keladi. А, Men o'zimni o'zim vazifaga tavsiya qilmaganman. O'sha paytlarda Shimol divizionida kurator vitse-prezidenti edim. президента, куратора дивизиона «Север». Professional boks federatsiyasiga kelganimdan oldingi voqealarni aytib berishim mumkin. Ishimni federatsiyaning viloyat filialida rahbar yordamchiligidan boshladim. So'ng uning maslahatchisi bo'ldim. Keyinchalik o'rinbosariga aylandim. Undan keyin Astana shahar filialiga rahbarlik qildim. После этого возглавил Ishda o'zimni yaxshi tomondan ko'rsatib, Shimol divizioni kuratorining vitse-prezidenti lavozimiga ko'tarildim. до должности вице-президента куратора дивизиона «Север». И 8-anjumanda faxriy prezidentimiz Serik Kerimbekovich Qo'naqbayev tomonidan nomzodim federatsiya prezidentligiga ilgari surildi. на пост. Ehtimol bundan oldin u siz bilan maslahatlashgandir, taklif qilgandir. Вы готовы? O'zingizga shunday mas'uliyatni olishga tayyormidingiz? Уже. Toshkentda bo'lib o'tgan WBC konvensiyasida shunga ishora qilingandi. O'sha paytda men u yerga delegatsiya rahbari sifatida yuborilgandim. И на той конвенции O'sha konvensiyada boshqa federatsiyalar va bizning federatsiya o'rtasidagi hamkorlik, xalqaro promouterlik kompaniyalari bilan kelishuvlar borasida 27 ta shartnoma, 32 ta memorandum imzolandi. русскими компаниями. И по прибытию Qaytganimdan so'ng Serik Kerimbekovich mening nomzodimni prezident lavozimiga ilgari surmoqchiligini aytishdi. основной мой заработок это был Asosiy daromadim biznesdan edi. Tiklanuvchi energiya manbalari bilan shug'ullanardim. Xitoylik hamkasblarim bilan birga ishlardim. делал эти работы совместно с китайскими коллегами. Bu vazifaga kirishganimdan so'ng asosiy ishimdan chetlashishga to'g'ri kelishini, birinchi paytlarda o'zimni butunlay yangi ishga bag'ishlashim lozimligini tushunardim. Этому делу. Oilam, ota-onam bilan maslahatlashdim. Bu ishni qo'lga olish, o'yin qoidalarini o'zgartirish kerak degan xulosaga keldim. И менять правила игры. Nima sababdan bu siz uchun shunchalik muhim? Потому что Chunki yana aytaman, я сам спортсмен. o'zim sportchiman. Sportchidan tashkilotchiga, tashkilotchidan rahbarga aylandim. Организатор до руководителя дорос. И я понимаю Tizimning barcha og'riq nuqtalarini bilaman. темы этой сферы, да. Я Bu vazifani bajara turib sohaga endigina kelgan sportchilarga, shu yo'lda mustahkam turganlarga naf keltira olaman deb o'yladim. которые только пришли или которые уже находятся на этом пути. Mana, hozir ishlab turibsiz. Nimani his qilyapsiz? Какое у вас ощущение? Qancha bo'ldi? 1,5 yilmi? Nimani sezyapsiz? Ощущение такое, что да, Hammasi juda zo'r bo'lyapti degan o'ydamisiz yoki qoqilishlar, muammolar, byurokratik devorlar bormi? стены, Qo'lingiz sovib qolmayaptimi? руки. Muammolar bor, to'g'ri. Kichik muammolar ham emas. Проблемы не маленькие, ну руки не Lekin ishdan qo'l tortmaymiz. Aytganimdek, boks pishitadi. да. Даже после Hatto nokautdan keyin ham turib boks tushishda davom etasiz. И также это и в жизни. Да, после Hayotda ham shunday. удара, Olingan zarbadan so'ng o'rningizdan turib yo'lni, kurashni davom ettirasiz. Поэтому
Biz darrov qo'lini tortadigan zaif kishilardan emasmiz. Опускает руки.